har bir xalqning tarixiy, ma'naviy, madaniy qiyofasini ochib berishda muzeylarning o'rni juda ham beqiyos hisoblanadi. Shu jumladan men faoliyat olib borayotgan Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi ham bundan mustasno emas. Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi 1975-yilda ochilgan bo'lib, dastavval Qarshi shahrining Eski shahar qismidagi Xo'ja Abdulazizxon madrasasida faoliyat olib borgan. Vazirlar Mahkamasining 402-sonli qaroriga muvofiq Qarshi shahrining 2700 yilligini nishonlash bo'yicha qarorga muvofiq bu Alisher Navoiy nomidagi istirohat va madaniyat bog'idagi yangi binoda o'z faoliyatini olib kelmoqda. Hozirgi kunda muzeyda 3 ta bo'lim, ya'ni bular tarix, xalq amaliy san'ati va ilmiy ma'naviy bo'limda faoliyat olib kelmoqda. Hozirgi kunda muzey fondida 40 mingga yaqin eksponatlar saqlanmoqda. Ushbu eksponatlar asosan viloyatimiz va Qarshi shahrining tarixi, madaniyati, etnografiyasi, antropologiyasiga oid bo'lgan eksponatlar hisoblanadi. Ushbu eksponatimiz Ostonova va Ostonadan topilgan suyaklar. Bu eksponatimiz Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyida saqlanayotgan eksponatlar ichida eng noyoblaridan biri hisoblanadi. Bu eksponatimizga qaraydigan bo'lsak, asosan tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu eksponatimiz milodiy 5-7 asrlarga tegishli bo'lib, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Oxirtepa tepaligidan topilgan hisoblanadi. Bunda asosan tarixiga qaraydigan bo'lsak, o'zimiz Qashqadaryo viloyati hududida islom diniga kirib kelishidan oldin, ya'ni islom dinigacha bo'lgan davrda Zardoshchilik dini hukmronlik qilgan. Ushbu davrda Zardoshchilik dinida bilamizki, 3 ta unsur muqaddas hisoblangan. Bu muqaddas olov, muqaddas tuproq va muqaddas suv. Inson vafot etgandan keyin o'sha 3 ta unsurdan yiroq saqlashgan, ya'ni suvda cho'ktirilmagan, olovda yoqilmagan va yerga ko'milmagan. Bunda savol tug'iladiki, xo'p, inson vafot etgandan keyin nima qilingan? Inson vafot etgandan keyin o'sha Zardoshchilik diniga e'tiqod qiluvchi aholi yashaydigan aholi manzillarida alohida manzilgohdan tashqarida alohida tepaliklar mavjud. O'sha tepaliklarga inson murdasi, ya'ni murdasini olib chiqib qo'yilgan va ma'lum bir vaqtlar o'tgandan keyin u murda vaqt o'tishi bilan qurtqunusqalar hayvonlarga ozuqa bo'lib, suyagi qolgandan keyin suyagi issiqda qurib, yomg'irda yuvilgandan keyin maxsus insonlar tomonidan shaharga olib kelingan va maxsus mana shunaqa ostonalarga solib, maxsus xonada saqlashgan. Muzeyda turli xil osor otiqalar bilan bir qatorda noyob va nodir eksponatlar ham saqlanib kelmoqda. Masalan, e'tiboringizni mana bu eksponatga qaratishingizni so'rab qolgan holda tushuntirib o'tishim mumkinki, bu eksponat qabr toshi hisoblanadi, ya'ni muzeyimizning noyob eksponatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu eksponat 14-asrga oidligi aniqlangan va Qarshi tumanidagi Ko'jartepa manzilgohidan, ba'zi manbalarda esa Guliston tepa nomi bilan ham yuritiladi. O'sha yerdan topilgan eksponat hisoblanadi. Bu asosan qabr toshi hisoblanib, erta vafot etgan qizning qabriga qo'yilgandir. Ya'ni bunda marsiya bitilgan, ya'ni vafot etgan kishining xotirasiga bag'ishlab yoziladigan she'riy yoki turli xil nasriy shakldagi matn hisoblanadi. Bu asosan fors tilida bitilganligi aniqlangan va 1963-yilda o'sha forsiyshunos olim Ardens tomonidan o'qilib va tarjima qilingan. Unda ushbu so'zlar bitilgan, ya'ni qizning o'sha yoshligini ta'riflagan holatlarda va ba'zida o'sha qizning umri bahor singari ekanligi va erta kelgan xazonga aylantirganligi umrini shu kabi jumlalar bitilgan. Yana shuni aytib o'tishimiz mumkinki, ushbu eksponat 14-asrga oid bo'lgan bir qatorda undagi turli xil naqshlar va toshga ishlov berishlar o'sha davrda Ko'jartepa va shu Nasab Naqshlar hududida ham sangtaroshlar yoki shoirlar, me'morlar, haykaltaroshlar borligini va ular tomonidan ham nodir ashyolar va osor atiqalar yaratilganligini isbotlab turibdi.